Man Qizil Bayroqman. Nimasiz? Qizil Bayroq Qanaqa bo'ladi u? to'ydan keyin alohida yashaymiz. Keyin 5-6 yildan keyin agar unda ham men xohlasam farzandli bo'lamiz. Tuqqanimdan keyin bolaga o'zim qaramayman. Kim qaraydi unda? Enaga. Enaga? Figuramni vasстановить qilib olishim kerak. Agar shu shartlarimga ko'nsangiz, men to'yga roziman, chunki Qizil Bayroqman. Shunaqa deng? Gap yo'q. Agar sizni ham shartlaringiz bo'lsa, qani gapiring. Seni bilasizmi? Men Ola-Bo'la Bayroqman. To'ydan keyin bir emas, ikki emas, 3 ta o'ynashim bo'ladi. Keyin farzandli bo'lishim mumkin.